Yaxshi o'zlaringiz kayfiyatlar bilan kelganlar. Ular ham mana shu niyat bilan kelganmiz. Ana shu yerga kelganlar hammasi Javod akam yaxshi taniydi. Yaxshi taniydi. Qanaqa ota,
qanday bir ro'zg'ordor, qanday bir ro'zg'ori boshlig'i hammasi taniydi. Ana shuning uchun hurmat qilib kelganlar ana shu yerga Javod aka mana shu kunlarini nishonlash uchun bu kun juda yaxshi kun. Bu juda bir yaxshi kun. Hamma ana shu kunga yetishsin. Men aminmanki ana shu Javod akamiz ana bu kunlarini nishonlayapmiz. Nasib bo'lsa Xudo sog'lik salomatlik beradi. Bizlar hammamiz shuni bilamiz, aminmiz. Javod akamning nasib bo'lsa haligi Urug'imiz aytgandek zolotoy to'ylarini ham o'tkazamiz. Yo nasib inshaalloh zolotoy to'ylarini ham o'tkazamiz. Ana shu yerda o'tganlardan ziyod bo'lib men Javod aka mana bir yaxshi gaplar aytildi, yaxshi so'zlar aytildi, Muhammadga qo'shilaman. Men ham Javod akam eng yaxshi o'g'aydim. Javod akam bilan biz ko'p o'g'aychilik qilganmiz. Ana shu yerda Javod akam qo'shib kelib bizlar bilan eng yaqin bo'ldilar, yaqin o'g'ayli, yaqin hamsoya. Men shuni aytayki, yo nasib inshaalloh yana bir marta ana shu yerda o'tganlar hammamiz zalotoy to'ylarini o'tkazib, yana ko'ylarda nima ordovatlari bo'lsa, ana shu ordovatlarga yetishdilar. Yanga, siz ham iloyim ana bu niyat qilib ana bunday katta bir havli o'y joylarga keldilayiz. Iloyim siz ham sog' bo'lib keting. Ballayingizda hammasini huzur alovatini ko'rib, iloyim murodlaringizga yetishinglar, choli kampir iloyim. Salomat bo'linglar. Rahmat sizga niyatingizga yeting. Hozirgi o'yin navbati Fayz aka xotinlaridan Jalol aka xotinlariga. Marhamat. Bugün mana shu Javod akamning uylarida juda ham bir chiroyli,
quvnoq, eng yaqin, mehribon bir tantana. Chunki bugungi kechada eng yaqin farzandlari, qizlari, o'g'illari, kelinlari, nabiralari o'tiribdi. Shu tantanani tabriklash uchun mana shu bobolarini 60 yilliklarini, bu kishi 60 qishni, bahorni, kuzni, yozni ko'rganlar. Juda ham ko'p har xil qiyinchilik, mashaqqat kunlarni ko'rib, mana shunday bir chiroyli kunga bugun kelib yetdilar. Javod aka, sizni mana shunday kunga yetishingiz har kimga nasib qilmagan. Bu mana bu o'tirishlaringiz, bu sizni tarbiyangiz, farzandlaringizni, o'sha qilgan mehnatlaringiz evaziga mana shunday bir o'tirish. Buni sizni farzandlaringiz guldek, g'unchaday qilib ochib berishdi. Rahmat. Har kim ham shunday kunlarga yetsin. Mana shu tribunada turib, tribuna bo'lsa ham, bir boshqa narsa bo'lsa ham, juda bir chiroyli gaplarni gapirsam, hammasi osmonga uchib ketadi. Men siz uchun boshqacha gaplar saqlab qo'yibman. Mana shu farzandlaringizni qancha bo'lsa ham huzurini ko'ring. Nabiralarga yetibsizmi? Evara chevaralarga ham yeting. O'shalar sizni mana shu kelajakda 60 yil emas, 100 yilligingizda mana shu yerda o'tiraylik-ku, xizmat qilib, o'yin kulgi bilan o'tkazaylik. Bitta insonimiz bor edi shu mahallamizda, juda ham bir ajoyib odam, oqsoqolimiz Abdurahim bobo. Mana shunaqa yubileylarda u kishi обязательно, kechirasizlar o'sha gapirganiga, hamma vaqt juda ham bir ta'sirchan qilib o'ynab berardilar-da. Shu kishi meni ham to'yimda o'ynaganlar. Mana hamma qarindosh, urug'larim o'ynagani bir tomonu, shu qari oqsoqol o'ynagani bir tomon bo'lgan. Men sizga shu oqsoqollarimizday bo'lib, o'sha peshkada to'rda o'tirib, saqqolingiz yaxshigina chiroyli, obro'y olib o'tirishingizni istayman. Javod aka. Shuning uchun bugun surprizim shuki, mana shu mahallamizda oqsoqolimiz o'tiribdilar. Shu kishi bilan bitta ana shu to'yda o'ynab berasiz. Bu kishi sizni qanday hurmat qilar ekanlar deganini ham biz bilamiz o'yinlaridan. Lekin o'yin pastda bo'ladi erkaklar ichidan. Marhamat. Bobojon, sizdan ham iltimos, Javod aka sizdan ham. Lekin bugun sizni o'yin ustiga o'yin kuningiz. Farzandlaringiz o'ynaganini ko'rib turibsiz. Farzandlaringiz ham sizni 60 yoshda tafsilama o'ynaganingizni ko'rsin. Men ham shunaqa ko'ray. Salomatlik sizlarga. Bak, nabiralaringizni, evaralaringizni to'yida, chevaralar to'yida xizmat qilaylik. Marhamat.
Faqat